78. növbətlik Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Yığını dairəsində 51 dövlət Uyğurlarının kişilik hüquq vəziyyəti haqqında birləşmə bayanat elan qıldı. Bayanatda Xitayning rayonda Uyğur və başqa Müslüman Türkiye milletlərinə qaratqan türlük bastırışlarının insaniyyətə qarşı cinayət şəkilləndirganligi. Bu haqda BDT Kişilik Hüquq Komitetining tavsiyalari bo'lsa-mu, lekin Xitoyning bunga amal qilmaganligi ta'kidlangan. BDT 3. komitetida Şinjandagi kişilik hüquq dafsandichiligi to'g'risidagi birlashma bayonot sarlavhalik bayonot Angliya hukumat to'g'rida e'lon qilingan bo'lib, 18 oktyabr BDTning kişilik hüquq va madaniyat ishlari muzokara qilinadigan 3. komitet yig'inida Angliya va boshqa 50 davlat nomida Angliyaning BDTda turishliq bosh elchisi James Caryoke tarafidan o'qib o'tilgan. Bayanatda BDT Kişilik Hüquq Ali Komissarining Xitoyning rayondagi kişilik hüquq dafsandichiligi haqida doklad e'lon qilib, Xitoyning xalqarалық jinoyatlar, jumladan insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirganligini o'ttirg'a qo'yganligi eslatib o'tilgan. Shundaqla BDT Kişilik Hüquq Ali Komissari Volker Türkning o'tgan oyda ochilgan kişilik hüquq kengashida Xitoyni o'zlarining tavsiyalariga ergashishga chaqirganligi, lekin Xitoyning hozirgacha bularga amal qilmaganligi ta'kidlangan. Bayanatning oxirida biz Xitoyning Şinjandagi kişilik hüquqqa daxli taruz qilishni oxirlashtirishini, BDT Kişilik Hüquq Ali Komissarligi bilan ijobiy hamkorlashishini va baholash tavsiyalarini to'liq yo'lga qo'yishni talab qilamiz deyilgan. İstanbulda Sharq Turkiston va Falastinda o'ldirilgan shahidlar uchun maxsus duo tilovat yig'ilishi o'tkazildi. Fəaliyyətini Sharq Turkiston O'limalar birligi tashkillagan bo'lib, 16 oktyabr xutba namozidan keyin İstanbulning Safaköy rayoniga joylashgan Fatih jamiasida o'tkazildi. Oldi bilan Sharq Turkiston O'limalar birligining muavin raisi Ustoz Mahmudjon Damullam so'z qilib, Sharq Turkistonning mustaqillik da'vosini iymon va vatan asosida qilish kerakligini, iymon bilan vatan hukmining bir-biriga zid emasligini ta'kidladi. Fəaliyyət davamında Sharq Turkistondagi turma va jazo lagerlarida Xitoyning ziyonkashligiga uchragan shahidlarga duo qilish bilan birga, navbatda ishg'oliyat ostidagi Falastinning G'azza rayonida Isroiliya armiyasining qor qo'yib bombardimon qilish natijasida hayotidan ayrilgan shahidlarga atab g'oyibona janoza namozi o'qildi. Egilinishcha, Koreya, Amerika va Yaponiya Shimoliy Koreyaning kunsir kuchayotgan harbiy tahdidi va Xitoyning rayondagi faoliyatlarining kunsir kuchayishiga qarshi uch taraf aloqa liniyasi qurgan. Bu to'g'rida Yonhap agentligiga uchur bergan Koreya amaldori Janubiy Koreya, Amerika va Yaponiya o'rtasida aloqa liniyasining qurilganligini va bu liniyaning har qaysi davlat texniklari tomonidan sinov qilinganligini bayon qildi. Xitoy prezidenti Xi Jinping davlatining Rossiya bilan bo'lgan munosabatining kundalik manfaatini shakllangan yaqinlashish emas, balki uzun muddatli strategik va'da ekanligini aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Xi Jinping Beijingda o'tkazilgan 3-navbatlik bir balvoq va bir yo'l minbariga qatnashish uchun kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishgan. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining xabariga qaraganda, Xitoy urush aeroplanlari yaqinqi 2 yilda xalqaro havo boshlig'ida Amerikaning urush aeroplanlariga 180 qatimdan ortiq parakandachilik saqlagan. Başburcaklik bina Xitoy urush aeroplanlarining xalqaro havo boshlig'ida Amerika urush aeroplanlariga parakandachilik saqlagan surat va sinlarni e'lon qildi. Turkmenistonning sobiq prezidenti Qurbanguli Berdimuhamedov Xitoy poytaxti Beijingda o'tkazilgan bir balvoq bir yo'l minbarida Turkmenistonning Ipak yo'lini gullantirish strategiyasining Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasiga mos keladiganligini aytgan. Fransiya Ichki ishlar ministri G'azzadagi hujumlar haqida ijtimoiy taratquv hisobida uchur ham berilgan tanliq futbolchi Benzemani musulmon qarindoshlar jamiyati bilan munosabati bor deb ayblagan, lekin hech qanday isbot ko'rsatmagan. Xabar qilinishicha, Benzema yakshanba kuni Isroilning G'azzada olib berayotgan bombardimonlarda qazoqqan falastinliklarni qo'llab uchur yo'llagandan keyin Ichki ishlar ministri bir televiziya programmasida yuqorqi so'zni aytgan.